gapiraylik. Keyingisi bolalar to'g'risida ko'p takliflar tushdi. Telegram kanalimizda nima qilishdi? Bolalar puliga o'tish qiyin bo'lyapti, boshqa nima nimani deputatimizni vazirligini ruxsatini qo'yib qo'yish kerakmi deganini ham bo'ldi. Siz qanchalik aloqadorsiz bunga? Nima? O'zbek aka. Kim nima qilyapti? Olishimiz qiyin bo'lyapti deb nima qilishyapti? Zo'rlashib, qanday shikoyat qilish. Agar ruxsat bersangiz, bolalar puli bo'yicha yuklantirdi o'sha. Yangi fevral oyida planshet ishlaryapmiz, planshet ishlarga unaqa borib sarsamgarchilik bo'lmaydi. Hujjat shuning misol uchun falonchi, ikkitonchi men to'lqinga endi aylanyapti. Uyini ko'radi, xonadon soni hamma bir ko'rib yashash sharoitida belgilangan million olishni planshetga tiqib qo'ygan, shuni o'zinglar mana shunday men shu yurib beraman, bolalarga xalqlardan tutamiz. Unaqa oldinga yurib bo'lmaydi. Shu maqsadni oldin oladi. Yo'q, hozirgi o'rligini so'rayapsan. Shunaqa aytdi, hozirgi o'rligi men masalan kimga mablag' ajratish kerak bo'lsa, kimga yordam berish kerak bo'lsa, shu narsalar bilan dalolatnomalar qilyapti. Men qo'yilgan. Men bironta odamni qaytarganim yo'q. Deputat bo'lganimdan beri hech narsani qaytarganim yo'q. Chunki o'zim yashab turgan mahalla bilaman-da. Haligi hech kim o'zicha rejimi sharoiti shunga nimaki kelyapti. Men bittasini ham qaytarganim yo'q. Kechaga haligi shunaqa qildi-yu, shu masalani bu aytyapti menimcha. Bu narsani haqiqatan qo'l qo'yib berishim kerak edi. Men to'g'riga avval ishlar bilan bo'ldim, safarda bo'ldim. Keyin kelganimdan keyin menga bir narsani bu haqida aytgan yo'q. Tarqatilib men kimga berilganini bilganim. Qaysi sanada? Lekin menga rasa ko'p telefonlar bo'ldi, davlatlar qildi, yana bir qancha ayollar qildi. Bari nimalarga berib yuborilib, qo'l qo'yish kerak ekan deb men qo'l qo'yganimni uni hali berdilarmi yo'qmi bilmayman. Shu haqda ma'lumot beringlar, menda olmasin. Qanaqa mezonlarga nima nomlanishi, tarqatilish, bolalar pulini nima yo'q. Yordam puli bu. Yo'q, bu tarqatilishi emas. Xonadonda nogironlik bo'lsa, yoshga Ashunga biz hozir ko'pchilik nima qilgan? O'z xabizda hamma yo'q bor. Hammalar o'qib beraman hozir mendan. Chiqardim, mana shu Eshitinglar. Abdulla Alijon Tashkanboyevich. Holatni aytib beraman. Endi nimalar biz aytganimiz tushundilar. Bekmurod Gulnoda. Bu qonun Mahbubaxon Jahongirovna. Jamodinova Ozoda Sheraliyevna. Momoxonov Saidkamolxon hali bizdan ro'yxat chiqib ketgani yo'q. Mirzayev Muqaddasxon Latipovna. Nishonova Shahodatxon Zokirovna. Obidinova Do'raboxon Yoqubovna. Qosimov Muqaddamxon Shahobiddinova. Quvvatova Saodatxon Bozorboyevna. Soliyeva O'g'ilxon Axtamovna. Tursunaliyev Shohsoxon Rahimberdi qizi. Hamidova Sayyorxon Abdurrahimova. Abdurrahimova Mahliyo Tolibjon qizi. Bekmurodga qaytadan berdi Gulnoraga. Mamlakat Husnar Karimovich, Keshaboyev Do'monjon Olipovich, O'sarov Hamdamjon Xomidovich, Kidirov Hozirxon Soliyevga. Mamlakatga o'tib ketganiga xotiniga berdilar. Qo'yan mahallam bu ashada shaharga ketmas kerak. Yo'q, Yo'q, men sizlarga shuni chiqarib beraman. Qo'yan menimcha to'g'ri ketyapti. Menga haligi telefon qilishib,
bo'yicha to'g'ri berilib rahmatli shunga Kelajagi ham bolalarga to'qil. Shu ikkita berilsa, ikki marta berilsa. endi erishgan Aslında berilgan bu. Prezident tomonidan berilgan. Prezidentning Sovg'a bergan kechib olishga lekin bizga rahmat shunchalik ko'p berdi. Farda kechib olishga 4 taga berildi.